insonlarning misoli dunyodan o'tganlardan keyin bir aytiladigan so'zdir xolos. Siz men dunyodan o'tib ketganimdan keyin falonchi yaxshi odam edi, falonchi tuzuk odam edi, mana bunday sifatlari bor deb yaxshi sifatlar aytish kerak birodarlar. Ba'zi bir insonlar bor, yer xafa bo'ladi, osmon xafa bo'ladi dunyodan o'tganidan. Ba'zi bir insonlar bo'ladi, yer, osmon, inson, jonzot xursand bo'ladi o'lganidan. Siz men dunyodan o'tganimizdan keyin odamlar xafa bo'ladigan chiroyli hayot yashashimiz kerak. Ana o'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sizlar Allohning guvohisizlar. Yaxshi odamni yaxshi deb bilasizlar, yomon odamni yomon deb bilasizlar. Sizlar Allohning guvohisizlar. O birinchi janozada o'tib ketgan jannati deb aytdinglar, o'sha jannatga kirib ketdi. Yana bittasi janozasi o'tganda bu yaxshi emas deb aytuvdilar, u do'zaxga qarab ketdi dedilar. Umr qisqa birodarlar. Chiroyli va mazmunli hayot kechiraylik. Ana qabrda va qiyomatda o'sha amallarimiz savoblarini ko'ramiz.